Ha ukam, arendan olib keldingmi? Ha, okey, arendan olib keldim. Nima? Çok ukami buni? O'zi oldingi oy ham $2 kam bergansan. Bu oy ham $2 kam beryapsan. Nima qilyapsan o'zi? Okey, nimagadir umuman ishlarim yurishmayapti. Oldingi oy mashina motorini qildim. Bu oy polning ham balonini almashtirganman. Nimagadir mashinalar juda ham ko'p rasxat chiqyapti. Mashinani ko'p ish chiqyapti degan. O'zi arendingga menimcha 3 oycha qoldi shekilli. Ha, okey. Nimagadir oxirgi payt hamma ishlar oqayotadi. O'zi mashina shtraflari ham ancha ko'payib ketibdi. Hasan bitta narsa aytaymi, oson rassrochkani bilamiding? Yo'q, nima edi oson rassrochka? Yo'q, oson rassrochka boshlang'ich to'lovsiz hamma shtraflaringni o'chirib beradi. Motoring ketib qolayotgan bo'lsa, mashinang remont qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma usti haqqlaringni boshlang'ich to'lovsiz bo'lib to'lashga qilib beradi. Balonlaringiz kirib qolgan bo'lsa, balonlaringni ham boshlang'ich to'lovsiz qilib beradi. Mana bitta hozir tayyorlovkani ham ozgina muddat qoldi. Uni ham to'lib to'lashga tashqi qilib beradi oson rassrochka. 6 oydan 12 oygacha. Rasmiy ish joylar ham umuman shart emas. Men bergan $300 olib qo'y. Qachon pul topadigan bo'lsang, bemalol kelsang, notarius nomingga o'tkazib beraman. Ukam, charchama, salomat bo'l. Alo. Aroz opa. Bugun ishga chiqaman. Ha, hozir qizdan yo'ldan olaman. Мои кайф заработан потом и кровью.